Savsav Guanyuning ketadiganligini bilib turib, nima ish unga shuncha ko'p yaxshilik qiladi? Buning sababini bilamsiz? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Ishbalchaligini ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Guanyu Liu Bei'ninki ukasi. Endi Savsav Guanyuning ketadiganligini bilib turibmi, uningga shunchalik yaxshi muomala qiladi. Hatto o'zining har qanday sanog'iga bermagan narsalarni uningga berdi. Ammo shunday bo'lsa-mu, Guanyu ketib qoldi. Unda bo'lsa, Savsavniki shunday yordam qilishi nozar qanday sabab bor? Amaliyotda Savsav bir narsani biladi. Ya'ni boshqalarga yordam qilsa, uning qaytib kelganligini. Bo'libmi, iqtidorli va sadoqatmand kishilarga yordam qilish keyingi vaqtda balki unga texnik ko'p yordam berib kelishi mumkin ekanligini Savsav oldin tushunib yetgan. Shu sababdan Guanyu mayli uni yaxshilik qilsin, qilmasin, uning yanida qilib qolsin, u uningga yaxshilik qilishni, uni eng yuqori martabada kutilishni bo'shashtirmagan unutib qoldi. Shu sababdan Savsavning dal shu harakati sababli eng oxirida dal Guanyuning yordamida o'lim og'zidan qochib qutulib o'zining davlatiga qaytib keldi. Shu demak biz boshqalar qilgan yordam hargiz quruq qolmaydi. Demak, har qanday odamningki boshqalar qilgan yordami bekor ketmaydi. Shunga qo'lingizdan kelishicha boshqa kishilarga yordam qiling. Agar siz bu gaplarni qo'shilsangiz, pastki podkastlarga alt raqamni qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jondarchilik oid mazmunlar qiziqsangiz, qayerga qadam uchun qiling.